Assalomu alaykum qizlar, qish mavsumidagi immunitet ko'taradigan zo'r salat retsepti bilan bo'lishaman. Bizga kerak bo'ladi 2 piyola mosh, uni yaxshilab yuvib olasiz, toshlardan tozalab olasiz va mana shu tarzda toza suvga bo'ktirib qo'yasiz va bu 24 soat turadi. Endi buni 24 soatdan keyin olasiz va mana shu tarzda shishib chiqadi. Men patnisga yoydim. Patnisga mana shu tarzda yoyasiz va uni yana 2 kun ustiga salfetka qo'yib 2 kun dam oldirishga qo'yasiz. Mana shunaqa chiroyli ildizchalar otib chiqadi. Endi buni yaxshilab yuvib olamiz va gazga suv qo'yib, ozgina tuz solamiz va buni suvda qaynatib pishirib olamiz. Endi bizga kerak bo'ladi 2 ta piyoz, yaxshilab to'g'rab zaytun yog'ida qovurib olaman. 2 dona chesnok, ta'bga ko'ra tuz, pripravlardan solaman. Endi pishgan moshni yaqdek suvda yuvib oldim va qovurilgan piyoz, hamma narsani bir boshdan aralashtirib boshladim va bir qoshiq zaytun yog'i ham qo'shib yubordim. Va mana shu tarzda salatimiz shunaqa chiroyli immunitetni ko'taradigan, vitaminlarga boy salat tayyor bo'ldi.